Eng yaxshi maslahat olmaslik deydi-ku. Nima uchun aynan Polsha? Chunki o'sha paytda sizda misol boshqa variantlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Mani bitta o'zim o'zbek bo'lib qolganimga mani уже siqib chiqarish boshlangan. Serapa o'zbek qizlar uchun qanaqa Polshada qiyinchilik bor, qanaqa imkoniyatlar bor? Hijoblilarga qanaqa munosabatda bo'ladi? Faqat men o'zim bilan o'zim qilaman, chunki gapiradigan gapim ko'p. Ya bo'laveradi, mana mashta o'tirib olib sekin. Investitsion bankda ishlab ko'rish xohlamaysanmi dedi. Investitsion bankda. Endi men boshqalarga ham yordam bermoqchiman. Agar siz Polshada o'qish reja qilayotgan bo'lsangiz, lekin ishni nimadan boshlashni bilmasangiz, xavotir olmang. Men bor-ku. Biz sizlarga vizadan tortib Polshaga kelganingizda o'zimiz kutib olib, uy-joy topib, ishga joylashishingizga, eng asosiysi studentlik paytingizda duch kelishinglar mumkin bo'lgan muammolarni oldini olishga yordam beramiz. To'ychi? To'y ham tashkillashtirib yuboramiz. Assalomu alaykum hammaga. Bugungi yangi intervyu rubrikamizga xush kelibsizlar. Bugungi birinchi mehmonimiz Polshada 7 yildan beri yashab kelayotgan Sevara opa bilan bo'ladilar. Sevara opa bilan biz taxminan 1,5 yilmi, 2 yildan beri tanish bo'lsak, endi mana ikkinchi marta hayotda ko'rishib turibmiz. Instagramda ko'p kelayotgan savollar ota-onalarimizdan, qizlarimizdan Polshaga borsa, ertaga hayot qanaqa qizlar uchun degan savollar ko'p kelib tushgani uchun bugun Sevara opa bilan mana shu mavzu haqida gaplashishga harakat qilamiz. Xo'p, Sevara opa, assalomu alaykum. Bugungi vaqtingizni ayamasdan intervyuga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. Intervyuni boshlasak, o'zingiz haqida qisqacha aytib bersangiz. Assalomu alaykum. Avvalambor ismim Sevara Ahmedova, Toshkentdanman. 91-yilda tug'ilganman. Polshada 7 yildan beri yashab kelaman. Polshaga 2018-yil magistratura o'qigani kelganman, chunki O'zbekistonda bakalavr tugatganman Jahon tillari universitetini ingliz tili filologiyasi fakulteti bo'yicha просто sayohat qilgim kelgan, juda ham dunyo o'rgangim kelgan, til bilganim uchun nimaga boshqa davlatda o'qiy olmayman, bu yaxshi shans deb o'zimga orzuyim bo'lardi. Chetda o'qish xohlagandim, juda ham katta. Nima uchun aynan Polsha? Chunki o'sha paytda sizda misol boshqa variantlar ham bo'lgan bo'lishi mumkin. Chunki Polsha o'rtada, Yevropaning o'rtasida, prям yuragida desa bo'ladi. O'sha paytda men ketmoqchi bo'lgan paytlarda Polsha endi dunyoga ochilayotgan payt edi. O'zbekistonga endi o'sha agentliklar kirib kelyotdi, shu Polshaga studentlarni chaqirish bo'yicha. O'qish uncha qiyin emas, viza olish oson, kelajakda dokumentlaringni qilish ham oson bo'ladi bu yerda qolish uchun deyishgan. O'shanga qimmat emas, расходlari qimmat emas. То есть masalan kontraktlarni ham to'lash unaqa tuition fili, то есть kontrakt narxi ham unaqa qimmat emas. Ishlab turib qoplay olasan kontraktni deyishgan. O'shanga o'sha punktlarni ko'rib chiqib o'zimga mana shu Polshaga kelishim yaxshiroq deb o'ylaganman. Chunki boshqa davlatlarni qarasam, Fransiya, Angliya, Germaniyalarni qarasam, masalan, Germaniyaga kam shotingizda, bank shotingizda 10 ming, 13 ming bo'lgan. O'sha payt 10 ming edi, 10 ming yevro qo'yishingiz kerak edi. Byurokratiya sal osonroq bo'lgani uchun shu tanlaganman. Tanlovimdan hech chamachimayman. Yevropaga oson migratsiyada Polsha o'sha paytlari bo'lgan. O'sha paytlarida, hozir endi unaqa emas. Afsuski, endi chunki bunga o'zimizning yurt vatandoshlarimiz aybdor, chunki o'qishga kelib, tashlab ketib, qanchasi kriminal ishlarda ham. Birinchi shu sabab. O'sha. Men shuni deb o'ylayman. Boshida kelganingizda Polshada nima ish qilgansiz? Qizlarga ish topish imkoniyati qanaqa Polshada? Просто meni bitta narsam bo'lgan, menda ichimda juda ham katta xohish bo'lgan. Chetda o'qish, yashash, men aytganman, boshimga nima kelsa ham tayyorman, yengishga, o'zim tanlagan yo'l deganman. Shunga как бы nima bo'lsa ham qilib ketaman deganman. Shunda nima deydi, o'sha 2018-yil kelganimda boshida ozgina pul yig'ib kelganman, shu Dubayda ishlaganman, chunki pulimni yig'ib kelganman-da, o'sha pulga yashaganman. 6 oy, 7 oy o'sha pulga yashaganman. Keyin qarasam, shu timni pul kamayib o'tdi borgan sari. Kontrakt to'lash kerak ikkinchi yarim yilga. Keyin anaqa Facebook bo'lardi. Facebookda hamma joyda har xil anaqa podработкаlarga apply qilishni boshladim. O'shanda restorandan ish chiqib qoldi, aziyatlik restorandan. Ofitsiant yo'q, kuxnyasida ishlaganman, anaqa cook assistant bo'lib ishlaganman. O'sha yerga bir oychami ishlaganman, yo'q, 1,5 oycha ishlaganman-da, u yerda ukrainskiy anaqa komanda bo'lgan, ukrainsklarning komandasi bo'lgan.
mani bitta o'zim o'zbek bo'lib qolganimga mani уже siqib chiqarish boshlangan и qanaqadir kamsitishlar boshlangan. Man chunki anaqa odamman-da, juda ham nima deydi, o'zimni xafa qildirib qo'ymayman birovga. O'shanga urushib ketadiganman, главный shef bilan urushib ketadiganman, chunki anaqa nima deydi, har xil gaplar qilishni boshlagan, boshqa xullas menga yoqmagan harakatlar qilgan, keyin chiqib ketishga majbur bo'lganman. Keyin u pulimni olib Avstriya bilan Vengriya aylab kelganman. Pulingizni berishgan ekan-ku, har yo'q, pulimni berishgan. Yo'q, bu tomonlama hech ham meni aldashmagan Polshada. Bizda esimda bor, o'sha birinchi kelgan paytimiz XB bor kosmetika, o'shani ofisda tozalovchi bo'lib ishlaganmiz. Shu bir oy ishlagan bo'lsa, yaxshi ishlamadilaring deb pulimizni bermaganda. Serapa o'zbek qizlari uchun qanaqa Polshada qiyinchilik bor, qanaqa imkoniyatlar bor? Hijoblilarga qanaqa munosabatda bo'ladi polaklar? Hijoblilarga вообще hech qanaqa yomon munosabat ko'rmadim. Normalniy, hammasi bemalol yurishadi. Islamofobiya deydi-ku ularni. Yo'q, unaqa qilishmaydi. Naborot, ular qiziqadi. Nimaga o'raydi bular? Qanaqa sabablari bor deb, chunki bir ikkita hijobli o'rtoqlarim bor. O'shanda bitta o'rtog'im bilan restoranga borganimizda ham yonimizga bitta polka o'tirib so'ragan, "Sen erga tegganmisan?" deb. U qiz erga tegmagan. U qiz ham hayron bo'lgan, nimaga unaqa savol so'rayapti? Sevara opa mendan deb. Men просто qiziqyapti sizga dedim. Просто javob bering, все desam, "Yo'q, erga tegmaganman. Nima unda seni majburlab o'ratib qo'yishdimi?" deb so'ragan. Keyin yo'q, unaqa emas. Просто men xohlaganman, o'zim xohlab kirganman deganda, "Ha, tushunarli" deb keyin anaqa qilgan. Lekin unaqa islamofobiya yo'q. Men hech qachon islamofobiya ko'rmagan. Men hijobli emasman, no hijoblilarga nisbatan ham qanaqadir unaqa narsa ko'rmaganman. O'sha qo'shimcha qilib ketaman, o'zi yaqinda mana Citibankda iftorlik qilib berishdi, tushunishlar uchun. O'sha yerda ham keldik, bitta hijobli qiz bor edi, o'sha prezentatsiya qilib berdi, adashmasam Qozog'iston haqida edi. O'sha qiz aytib ketdiki, menejerim shunaqa, mana bugun qo'llab-quvvatlashga keldi dedi. O'zi asli uni menejeri polyak edi. Umuman olganda ozgina islamofobiya bor, chunki ko'rgan bo'lsangiz yaqinda mana bu prezidentlikka saylovini qo'ygan Slavomer o'zini anaqa Instagramida Gdanskda xayt o'qildi-ku. O'shani qo'yib bularni deportatsiya qilish kerak, bularni immigrantlarni shunaqa musulmon kelishiga mumkin emas degan narsani qo'ydi. Ozgina islamofobiya bor, lekin umuman olganda e'tiqodingizga, bitta hijobingizga hech kim hech qanaqa negativ tarzda qaramaydi. Keyin Sevara opa qarang, menga Instagramda ota-onalar yozishadi, shunaqa qanaqadir xavotiri bor dedi. O'sha qiz bolani deydi chetga jo'natsa, ularni qo'liga deydi erkinlik tushib qolib, qanaqadir bir noto'g'ri yo'lga kirib ketmaydimi degan savollar bor-da. Shunga fikringiz qanaqa? Voy, menga kulgili tuyuladi bu savol. Hozir men o'zimni shaxsiy fikrimni aytib ketadigan bo'lsam, agar endi bu narsa tarbiyaga bog'liq deb o'ylayman, chunki agar tarbiyani yaxshi bergan bo'lsangiz, unisidan misol uchun farzandingizdan xavotir olmasangiz bo'ladi. Agar tarbiyangizdan qanaqadir nuqson bo'ladigan bo'lsa, buni natijasi ko'radi, chunki men o'zim ham misol uchun mana Polshada 3,5 yildan beri yashab kelayotgan bo'lsam, nechta o'zbek qizlarni ko'rdim. Shu klubda yurib, ichib, chekib yuradigan qizlar ham bor, lekin Xudoga shukr, aqlli, o'zini hurmatini bilgan, o'zini to'g'ri yo'lda ushlab yuradigan qizlar ham bor. Bunga sizning fikringiz qanaqa? Baribir sizni qizlar bilan atnashingiz bor-ku. Birinchidan mana o'zimni oppoq qiz deb aytmayman. Da. Bu shaxsiy fikringiz-da? Meni shaxsiy fikrim, Qozonga borib cho'milga chiqadi. Yomon bo'laman desa O'zbekistonning o'zida ham, o'sha kichkinagina qishlog'ida ham, o'sha hamma yo zo'r bo'lib, hamma oppoq bo'lib yurgan qishloqda ham xohlagan narsasini qilib yursa bo'ladi inson. U joyiga qaramaydi. Bu narsa tabiiy hol. Tabiiy hol shu ota-ona anaqa farzandidan xavotir oladi. Bu narsaga yomon qarash kerak emas. Chunki baribir ham yoningizda yurgan bolangizda, ko'zingizni qorachig'i, baribir ham anaqa ertaga unga bir narsa bo'lib qolmasmikin deb xavotir oladi, to'g'rimi ota-onalar? U tabiiy hol, lekin buzilib ketishiga men o'ylayman, shu insonni o'zi tanlaydi har bitta yo'lini. Buzilib ketaman desa, o'sha O'zbekistonning o'zida ham nima ishlar qilib yurmasa bo'ladi-da, nima ish qilib yurmasa bo'ladi. Qizlar tugur, hatto bolalardan ham ota-onamiz xavotir oladi. Men o'zimni onam zo'r qo'yorganlar. Mana shu O'zbekistonda o'qir, oxiri yo'q. Men o'qisam chetda o'qimayman, bo'lmasa baribir ishga ketaman deganimdan keyin menda ham shunaqa bo'lganda, menga chunki ingliz tilini o'rganganman. Endi o'sha paytda sizga 4 yil oldin gap aytaman. Universitetga kirish moda bo'lib ketgan, Qirg'izistonlar, Qozog'istonlar, Turkiyalar o'qishga kir desa bo'ldi-yu. O'shanda aytgan oyimga, o'zim men ingliz tilini o'rgandim, shuncha vaqtim ketkazib, agar Turkiyaga ketadigan bo'lsam, Turkiyaga keyin ham boraveraman deb shu bilan oyim menga muhlat berganlar
mana shu senga muhlat, ketsang ketding, bo'lmasa keta olmaysan degan. Endi financial anaqa qilishgan menga. Polshadan keyin harakat qilib, mana shu yozilgan ekan, shu musofir bo'lib rizqimizni terish keldik Polshaga. Xo'p, keyin eng ko'p so'raladigan yana savollardan bittasi Polsha umuman qiz bolalar uchun qay darajada xavfsiz? Polsha не только qiz bola uchun, umuman olib qaraganda xavfsiz davlat. Aytolmadim, men bemalol 1da ham 2da ham ko'chada yuraman. Endi 2ga kechu, chunki o'zim uyqum kelib qoladi. Unaqa kechga yura olmayman. Ishim bilan ovora bo'lib, 1da ham bemalol yursangiz bo'ladi. Endi baribir ham asraganni Xudo asraydi. Kech yurgani yo'q, qanaqadir qorong'i joylarda yurmaslik kerak. Yurmaslikka harakat qilish kerak. Ammo bunaqa randomniy qanaqadir yomon anaqa narsalar u hamma joyda bo'ladi. O'zimizning O'zbekistonda ham bunaqa narsalar ko'p, hamma joyda kriminal bor. Lekin Polsha masalan statistikaga qaralsa ham yoki Polshaning tarixiga qaralsa ham ancha o'zgargan Polsha. Как бы ancha xavfsizlashgan. Umuman madaniyat nuqtai nazaridan ham Polsha ancha. Men o'zim yaqinda, endi yaqinda emas, unga ham bir 5-6 oy bo'ldi Germaniyaga borgan paytim. To'g'risini aytaman, shu siz aytgandek bo'lmishlar. Ochiqchasiga ko'chaga misol uchun ishini qilib ketishyapti-da. Bu juda kulgili tuyuladi. Polshada bunaqa holatni deyarli kuzatmaysizlar. Bular ancha madaniyatli, ancha muomalali, siz aytganingiz o'sha iltimos har bir narsaga. Ha, juda tarbiyasi yaxshi. Tarbiyasi yaxshi. Hozir qanaqa ishda ishlaysiz? Bu ishingizni qayerdan topgansiz? Voy, ish qidirishim ham rosa ajoyib bo'lgan. Vrotslawdan Polshaga, Varshavaga ko'chganman. Ish topishim kerak bo'lgan. Facebook, yana informatda yordamga kelyapti. Facebook o'sha yerga har bitta postlarni tagiga ish qidirayotganlarni postini tagiga plus qo'shib chiqardim. O'sha yerda keyin bitta kishi menga yozib qoldi. Unaqa ingliz tilini bilar ekansan. Chunki ingliz tilida yozilgan post tagida kommentariy qoldiruvdim-da, ish kerak deb. Keyin men lichkamga yozganman. Aytgan, ish qidirayotgan ekansan, ingliz tilini bilasanmi? Dedi, bilaman dedim. Keyin Polskiy universitet bitirganmisan? Dedi, bitirganman desam, investment bankda ishlab ko'rish xohlamaysanmi? Dedi, investitsioniy bankda. Keyin men aytdim, meni hech qanaqa finansda na eksperiyensim bor, na opitim bor, na образованием finansga bog'liq. Meniki international business, xalqaro biznes. Bitta dona intervyu bo'lgan, shu bilan kirib ketganman. Ham omad deganda hozir biladi bo'layotgan proses menda ham shu har kun ishga kelaman. Kamida 5 ta yoki 6 ta joblarga apply qilaman. Xudo xolasa topasiz, обязательно. Hamma narsa o'zingizni qo'lingizda. Xo'p, misol uchun qarang, Polshaga kelayotgan qizlar qanaqa qilib kvartira topsa bo'ladi yoki qanaqa qilib misolman qizlarning o'zining gruppasi bormi o'sha yerda, misol sizga yozishsa deylik, qo'shilib qanaqadir shunaqa yana aytamanku, men yaxshi universitet tanlaganman. Shunda uyimni universitetimni yonida, shunda yo'ldan o'tsanglar 1 minut ham emas. Shunda общежитие edi. Shuning uchun meni общежитием sharoitlari zo'r edi. 520 zlotygina to'lardim. O'zimizga ikkita qizga отдельно bitta как типа studio berganniki berardi. Tualet vannasi ichida, kuxnyasi ichida, холодильнigi ham bor. Hamma narsasi zo'r edi. Men Polka bilan yashardim. Polka har shanba, yakshanba uyga ketardi, men o'zim qolardim. Vashcha zo'r joy, sharoitli anaqada. Kvartirada yashaganingiz ham yaxshi-da. O'zingizga bek, o'zingizga xon. Agar tem bo'lib bitta xonada ikkita qiz yashasanglar, arzonroq ham tushadi. Bu yerda o'zbek qizlarning gruppalari bor. O'shalarga kirib, boshqa o'zbek qizlarni masalan, men hozir o'zim u gruppada emasman, lekin so'rab surishtirib o'sha gruppalarga kirsanglar bo'ladi, o'sha yerda joy so'rasanglar bo'ladi. Endi Sevara men o'zimda eng yomon ko'radigan savolim, lekin endi buni men sizga berishimdan maqsad shu, men ko'rib kelayotganlar bo'lsa, odamlarning xayolida bo'lmasa, bo'lib Polsha desa faqat taksi dastavka demasligi uchun umuman shu cityda aytaylik oyliklari qanaqa? Masalan entry levelga 7 minggacha beradi bruttoli. 1600 larga to'g'ri keladi, 1800 brutto bu degani taks bilan, nalog bilan. Sizlar qo'lingizga netto olasizlar taksdan keyin. Sizlarda ham shunaqa narsa bormi? Misol uchun qaysidir ishxonalarga kirsangiz, kompaniyaning sheerlarini beradi-ku, qanaqadir? Yo'q, Cityda yo'q. Lekin boshlang'ich daraja uchun men uchun 1600-1700 dollar yomon bo'lmasa kerak. Aytaylik, seniorlarga chiqqandan keyin men uchun 2,5 minglardan atrofda bo'lsa kerak. 10 ming zlotlar deylik. Ha. Bo'ladi.
Xo'p, kelajakdagi rejalaringiz va yeng kelmoqchi bo'lgan studentlarimiz bo'lsa, maslahatlaringiz. Kelajakdagi rejalarim O'zbekistonga qaytish niyat bormi? Rejalar bormi? rostini aytsam har kuni shu savolni o'zimga beraman, chunki oilamni juda ham ko'p sog'inaman. Ko'pincha qaytib ketgim keladi, ayniqsa oxirgi marta dekabrda bir oyga O'zbekistonga borib keldim. Честно говоря, qaytgim kelmadi. Вообще qaytgim kelmadi Polshaga, chunki ushlab turadigan narsam yo'q, faqat ishim bor bu yerda. Shunga qaytgim kelmadi, lekin dekabrda ketmasimdan oldin PR ga topshirdim. Permanent residence o'sha Yevropada uzoq muddat yashovchi ID kartasiga topshirdim dokument. O'shani olishim kerak. Uning uchun bu yerda bo'lishim kerak 1 yil. Shuning uchun qaytib kelishga qaror qildim, chunki уже protsessni boshlab qo'yganman. Men kelajakda O'zbekistonga qaytish planlaringiz bormi degan savolingizga точный javob bera olmayman. Bor ham, yo'q ham. O'zingizlarning yo'lingizda ketinglar, chunki har bitta inson tug'ilayotganda o'zini yo'li bilan tug'iladi. Masalan, o'sha yo'lni bosib o'tishingiz kerak-da, boshqalarga chalg'ib qolmanglar. Masalan, taqqoslashtirib o'zinglarni. Keyin men o'ylayman, yana bitta strategiya, nimadir qilmoqchi bo'lsanglar, endi bu meni o'zimning strategiyam, hammaga aytib yurish shart emas u narsa haqida. Просто sekin jimgina qilib yuringlar o'sha ishlarni, kelajakda baribir ham mevasini u narsa beradi o'zini. Yaqinda o'sha bitta zo'r sitat o'qib qoldim. Eng yaxshi maslahat olmaslik deydi-ku. Qayerdan o'qidingiz uni? Qayerdan o'qidingiz? Telegramda bitta anaqa o'sha biznes O'zbekistondagi Yandex.uzmi? O'sha xullas Delivergo'mi? O'zbekistonda o'sha asoschisi bor, o'sha kanalga joylagan ekan. Men o'qidim, chunki men o'sha narsani eshitib qoldim podkastda. Yomon tepdi menga. Juda yoqdi menga ham o'sha eslab qoldim o'sha gapni. Mendek ko'p o'sha oxirgi bir 2-3 oyda o'zgarish bo'lgandan keyin o'qib maza qildim. Voy, to'g'ri dedim. Keyin bularni bitta gapiga zo'r qo'shildim. O'zinglarni birov bilan taqqoslamaslik degan, ishoning, mana 3 oy oxirgi noyabr, dekabr, fevralgacha ekan. O'tda qattiq depressiyaga kirib ketdim. Hayolimda o'ylayapti. Pul bor. Puldan muammo yo'q. Hamma narsa bor, lekin O'zbekistonga qaytib kelyapti. O'sha keyin analiz qilib podkast ko'rdim, ancha shular yordam berdi. Qarasam, shu o'zimni boshqalar bilan solishtirib qo'yotganim menga o'ta katta o'sha depressiyaga olib kirib ketdi. O'shaning uchun o'zinglarni umuman biror bilan taqqoslashtirmanglar, bo'layotgandek bo'lib, o'zinglarning yo'lingizda yuringlar. TRP intervyuga rozi bo'lganingiz uchun kattakon rahmat. O'ylaymanki, keyin kelmoqchi bo'lganlarmi yoki kelganlar bizani ko'rib turgan bo'lishi mumkin. O'zlariga qanaqadir bir kichkinagina foyda olgan bo'lsa ham, bu bizning yutug'imiz. Kattakon rahmat. Keyin agar bo'ldi. Nima qilmoqchi edingiz? Inson anaqa podkast o'zi yaxshi narsa ekan-a? Yaxshi narsa ekanman. Bo'ldi, men ham qilaman endi sizdan keyin podkast. Yaxshi narsa ekan. Faqat men o'zim bilan o'zim qilaman, chunki gapiradigan gapim ko'p. Yo'q, bo'laveradi. Mana mashina o'tirib olib sekin. Yo'q, endi o'zi yo'q, bunaqa bo'lmaydi ishxonada. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'lasizlar degan umiddaman. Keyingi intervyularda, keyingi epizodlarda ko'rishguncha salomat bo'linglar. Salomat bo'linglar.